Boltni akasi o'ziga o'xshagan aydaqalar ko'radi, hayplar ko'radi, u qiladi, bu qiladi. Azxon tiktoker va Abdumalik Yorbutayev. Dastoyniyni pulga sotib olaman, ukajonim. Luboy dastoyniysini pulga sotaman, ishonavering. Azxon tiktoker Abdumalik haqida qisqacha gapirib o'tdi. Men hech qanday hayp qilmayman. Kerak bo'lsa o'sha haypni pulga sotib olaman, dedi Azxon. TikTokerda eng oddiy videoshisiga pullaring solishtirib olmaysizlar. Men javob beraman. Eng oddiy videoshisiga ularda pul ko'p. Azxonning so'zlariga qaraganda, men nima sababdan Gold haqida videolarni juda ko'p qildim. Sababi u men haqimda nomaqbul fikrda bo'lgan deb ta'kidladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyga yozib qoldiring. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Goldni akasi TikTokerlar Goldni ermey qilib chiqishyapti, o'qib chiqyapti deb bitta introsida aytib chiqibdi. Ular o'ziga o'xshagan aydaqalar ko'radi, hayplar ko'radi, u qiladi, bu qiladi. Ukajonim, men sizga necham video обращение qilmaganman. Goldni qaqib qo'ygan joyi bor edi. Shuning uchun men video qilib chiqqanman. Buni o'zingizdan prekrasniy bilasiz. Haypni biz pulga sotib olamiz kerak bo'lsa, ukajon. Soqa. Liboy keladi. Soqaga sotib olamiz, ukam. TikTokerlar dastoyniy bolalar ko'rmaydi. Dastoyniyni pulga sotib olaman, ukajonim. Liboy dastoyniysini pulga sotaman, ishonavering. Hozirgi zamonda dastoyniy hech narsani hal qilmaydi. Siz ham soqa uchun chiqib urushyapsiz. Adin ekspert reklama qiladigan joyda solishyapsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham mayli qolgan sportsmenlar ham qilyapti bu narsani, faqat ular gapirmay chiqib solishyapti. Dastoyniy, pastoyniy qilyapsiz ekan, ukam. O'sha harom luqmadan siz ham yeyapsiz. Men bor uzr, yana xafa qilib qo'ygan bo'lsam, xudo xolasa u qilsa yozib yuboradi, bu qilsa yozib yuboradi debsiz. Bizga urush kerak emas, ukam. 100 asr oldindamiz sizdan. Ana joningiz sog' bo'lsin. TikTokerda eng oddiy videoshisiga pullaring solishtirib olmaysizlar. Men javob beraman. Eng oddiy videoshisiga ularda pul ko'p. Tak что joningiz sog' bo'lsin. Bosing, biz hamisha podдержкадamiz siz uchun.